Barni shirinlik sabab o'ldirilgan o'zbek kelini 19 yoshli Madinaning o'limidagi dahshatli tafsilotlar. Arzimas bir shirinlik, tahqirlangan ayol sha'ni va 19 yoshda uzilgan begunoh umr. Qozog'istonning Jambil viloyatida sodir bo'lgan ushbu mudhish fojia nafaqat bir oilani, balki butun jamoatchilikni larzaga keltirdi. O'zbekiston fuqarosi 18 avgust kuni atigi 19 yoshni qarshilash kerak bo'lgan Madina Avezovaning jonsiz tanasi topildi. Rasmiy talqinda holat bo'yicha o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo bu haqiqatdan ham o'z joniga qasd qilishmi yoki shafqatsizlarcha sodir etilgan qotillikni yashirishga urinishmi? Gap shundaki, mahalliy nashrlar va marhumaning yaqinlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Madina turmush o'rtog'i tomonidan muntazam ravishda jismoniy va ruhiy zo'ravonlikka uchrab kelgan. Oxirgi va hal qiluvchi mojaro esa aqlga sig'mas darajada arzimas sababdan chiqqan. Eri 8 oylik farzand uchun olib kelgan Barni shirinligini Madina yeb qo'ygani uchun shafqatsizlarcha kaltaklagan. Ertasi kuni ortiq chiday olmagan Madina dugonasiga yig'ib qo'ygan buyumlarning suratini yuboradi va ushbu azobdan qochib uyga qaytishini aytadi. Qiz yo'l xarajatlari uchun dugonasidan 15 ming tenge, taxminan 390 ming so'm atrofida pul so'raydi. Biroq kerakli mablag' o'sha paytda topilmaydi. Shundan so'ng Madina bilan aloqa uziladi. Ko'p o'tmay qaynonasi dugonasiga qizining vafot etganini ma'lum qiladi. Marhumaning onasi va advokat ijtimoiy tarmoqlarda ochiq bayonot berib, qizning o'z joniga qasd qilganiga aslo ishonmasligini bildirdi. Onaning so'zlariga ko'ra, Madina 17 yoshida voy yetmay turib olib qochib ketilgan. Oilalar o'rtasida na to'y, na qudalik bo'lgan. Bundan tashqari qiz oilada yagona farzand bo'lib, onasi kuyov tarafga muntazam moddiy yordam ko'rsatib kelgan. Qaynotasi qamoqqa tushganda esa 700 ming tenge, taxminan 18 million so'm atrofida turli maishiy texnikalar va muzlatgich olishga pul bergan. Eng dahshatlisi, topilgan vaqtda Madinaning tanasida ko'karish va tirnalish izlari bo'lgan. Sochlariga esa tuproq va somon yopishib qolgan. Bu esa hodisa sun'iy ravishda sahnalashtirilgan bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. Eng achinarlisi, qiz vafot etgach, uning shaxsiy buyumlari va onasi olib bergan mol-mulki qarindoshlariga qaytarib berilmagan. Jamoatchilik va soha mutaxassislarining qat'iy talabidan so'ng marhumaning eri politsiya tomonidan ushlangan bo'lib, hozirda vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Hozirda sud tibbiy ekspertizalari tayinlangan, ammo bu yerda qator jumboqli savollar ochiq qolmoqda. Agar bu shunchaki o'z joniga qasd qilish bo'lsa, nega 19 yoshli qizning tanasida jarohatlari va sochida somon izlari bor? Nega voqeadan so'ng uning shaxsiy buyumlari yaqinlariga qaytarib berilmayapti? Nahotki bir oilaning yagona farzandi bo'lgan begunoh qizning umri bir dona shirinlik va 390 ming so'mlik yordamga muhtojlik bilan yakun topsa, bu o'zini o'zi o'ldirishmi yoki shafqatsizlarcha uyushtirilgan jinoyatni yashirishga urinishmi? Aslida dinda ham, milliy qadriyatlarimizda ham ayol sha'ni va qadr-qimmati eng ulug' ne'mat sifatida ulug'lanadi. Ayol ona, ayol opa-singil, ayol oila chirog'i. Ammo afsuski, oramizdagi ayrim johil va shafqatsiz kimsalar sabab ayollar o'z uyida ham o'zini xavfsiz his qila olmayapti. Arzimas maishiy mashaqqat yoki bir dona shirinlik deb ayolni xo'rlash, kaltaklash va hayotiga nuqta qo'yish bu nafaqat jinoyat, balki insoniylik chegaralarini toptalishidir. Lekin asosiy savol ochiq qolmoqda. Adolat qaror topadimi? Bu mudhish qilmish faqat o'zini o'zi o'ldirishga yetkazish degan yengilroq ayblov bilan bosti qilinadimi? Yoki aybdorlar qotillik moddasi bo'yicha eng og'ir jazoga tortiladimi? Bir onaning zorlanishi va 19 yoshda so'ngan fojiali taqdir shunchaki quruq statistikaga aylanib qolmasligi kerak. Toki bunday bedodlikka chek qo'yilmas ekan, ayol qadri haqidagi balandparvoz gaplar qog'ozda qolib ketaveradi. Xo'sh, siz bu vaziyatga qanday qaraysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va voqealar rivojini Qisqa News kanalida kuzatib boring. Eng so'nggi xabarlar doim Qisqa Newsda.